Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan uy sharoitida sochimizni boteks qilamiz. Boteks sochlarni 30-40% ga tekislaydi, yaltiratadi, jilokor qiladi. Agar sizlar sochlaringiz kraska qilingan bo'lsa ham yoki kuydirilgan bo'lsa ham farqi yo'q, bemalol boteks qilsalaringiz bo'ladi. Bu uchun bizga kerak bo'ladi. Shunaqa boteks yarim litrligi bu menga 2 martaga qilishimga bemalol yetadi. Bizga keyin fen kerak bo'ladi. Bazmol eng kam 220 gradusga isiydigani. Taroq kerak bo'ladi va mana bunaqa surtadigan sochimizga boteks surtishimiz uchun. Boteksni solishimiz uchun idishcha xohlaganlaringiz kichkinaroq idishcha topsalaringiz ham bo'ladi va bizga sochiq kerak bo'ladi. Sal eskiroq bo'lsa ham bo'laveradi. Birinchi bo'lib sochimizni mana men sochim keratin ham qilingan, boteks ham qilingan. Faqatgina menda cholka, kichkina sochlarim bor, qulog'im yonida. Mana shunaqa sochlarim ozgina terlasam ham o'sha jingalak bo'lib ketadi. Keyin uchlari sal jingalak bo'lib qoladi. Shu uchun men boteks qilmoqchiman, ham yaltalab turishi uchun sochimni. Birinchi bo'lib sochimizni 70% ga ho'llab olamiz, yuvib olsalaringiz ham bo'ladi. Agar sizlar sochlaringiz toza bo'lmasa, bir kun 2 kun oldin yuvgan bo'lsalaringiz, oddiy xohlagan shampunlaringizga yuvib olasizlar iliq suvga. Men sochim kechqurun yuvilgan, toza, shu uchun men shunchaki oddiy iliq suvga yuvib, ozgina sal quritib olaman. Sizlar mana sochimni yuvib keldim. Sochlaringizni yuvganlaringizdan keyin sochiq bilan suvlarni ozgina quritib olasizlar, oqib yotmasligi uchun. Mana shunaqa sochlaringiz chigal bo'lib qoladi. Yuvgandan keyin buni tarash shart emas. Sochiqni yelkamizga qo'yib olamiz. Ustimizga tegmasligi uchun juda ham zararli, ketmaydigan narsa emas, faqatgina ustingizga oqib qolmasligi uchun surayotganlaringizda shunday sochiq tashlab olsalaringiz yaxshi bo'ladi. Sochimni 2 ga ajratib olaman. Xohlasalar 4 ga ajratib olinglar, surishga, o'sha taglarigacha hamma joyiga tegishi uchun. Idishga solib olamiz. Kichkinaroq idish bo'lsa ham bo'ladi. Buni tarozda o'lchash shart emas. Tarozga qanchadir o'lchab, mana ichi ko'rinishi solish shart emas. Agar ortib qoladigan bo'lsa ham idishiga yana qaytib solib qo'yaverasizlar, unaqa zarar yo'q. Qo'lim bilan suraman, chunki bu unaqa ximikat emas, keratinga o'xshab, hidi yomon emas. Qo'lim bilan surib chiqaman. Taglari bilan sochlar taglarigacha tegizib, keratinni bilasizlar, baribir ximiya bo'lgani uchun, ozgina zarar bo'lgani uchun sochni ildizdan 1 santimetr qoldirib surib chiqamiz. Boteks esa ildizi bilan bemalol surishlaringiz mumkin. Mana shunaqa qilib sochni hamma joyiga surib chiqamiz. Juda ham qalin qilib surish shart emas. Ozgina ko'zim achishdi. Ozgina o'tkir hidi bor ekan. Botekslar har xil bo'ladi, har xil joydan olib ko'rganman. Oldin olganimda bunaqa ko'zim achishtirmagandi. Bu ozroq ko'zim achishtirdi. Mana qizlar hamma joyga surib chiqdim. Ana endi sochimni yig'ishtirib bunaqa juda ham qalin qilib ham turmadim. Agar sizlarda termo shapka bo'ladigan bo'lsa, termo shapka kiyasizlar. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, u salonlarda bo'ladi ko'pincha. Shunchaki bosh yuvilgandan keyin kiyiladigan salafan shapkalar bo'ladi. O'shanaqani kiyasizlar.
manda bor edi, o'zi topolmadim. Shuning uchun oddiygina qilib shunaqa qora paketni kiyib qo'yaman. Yarim soatdan keyin sochimizni yuvib tashlaymiz.